Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana bugungi videoyimizda bir akamiz bor, ya'ni Doniyor akamiz. Juda ham Instagramda hozir reytga qarab, ya'ni ko'plab obunachilarga bir motivatsiya bo'lib kelayotgan akamizni bugun suhbatini olamiz. Ya'ni bu akamiz noldan millionga qarab ketayotgan akamiz. Hozir Dubayga kelib, Dubayda shu millionni topish yo'llari bilan izlanmoqda. Mana akamiz bilan bugun Dubayga kelganiga 1 oydan o'tdi. Shu Dubay haqida ma'lumotlarni o'zidan bilib va o'zi aslida kim bu yoq bir qator bilib olamiz. Doniyor aka, bizning muxlislarga bir o'zingizni tanishtirsangiz. Ha, men ham endi boshlayotgan blogerlardan bo'laman. Xudoga shukr, hozir 35 mingtadan oshib qoldi odamlarim. Meni hozir olib borayotgan blogimda hozir noldan $1 million degan challenge'im bor. Shu bo'yicha ketyapman. Xudo xolisa mana Toshkentda 3 oy ishladim. To medikallikdan boshlab biznesga chiqdim. Kelgan pullarimni hammasini to'plab shu Dubayga kelishga qaror qildim. Hozir endi Dubayda o'zingiz ham bilasiz, men shu uy oldi sotisi bilan hozir harakat qilib shug'ullanyapman. Birinchi bo'lib buni yaxshilab tushunib, yaxshilab yo'liga tushib olishingiz kerak ekan sotishdan oldin. Allohga shukr, uje mana yo'llarga tushib oldik, uje sotadigan paytiga keldik, alhamdulillah. Mana uje endi sekin-sekin erta-indindan uje videolar qo'yishni boshlayman sotish uchun. Xudo xolisa biznesni boshlaylik degan umiddaman, xudo xolisa. Yaxshi aka, mana hozir mana aytaylik, Dubayda aynan sizni hayolingizga birinchi kelgan narsa, ya'ni Dubayga nima uchun ko'chib o'tdingiz? Ya'ni kimdir maslahat berdimi yoki o'zingiz ichingizdan chiqdimi? Nima uchun aynan Dubay? Dubayda men challenge'im bilsangiz, aytganimdek, noldan 1 yil davomida, 1 yil davomida $1 million qilishim kerak. Endi buni O'zbekistonda qilish ozgina qiyinroq. Dubayda uy oldi berdi, ya'ni real estate deyiladi ekan. Shu bo'yicha agar ishlasangiz 1 yil ichida tezroq chiqsa bo'lar ekan. Shans bor ekan. Shuni men to'g'risi Dubaydagi ishlarga qiziqib, shu sohani men ko'rib qoldim. Keyin yaxshiroq qiziqdimda shu kelishga qaror qildim keyin shu yerga. Xudo xolasa inshaalloh umid qilaman, inshaalloh shu 8 oy ichida $1 million topaman deb harakat qilaman inshaalloh. Yaxshi, inshaalloh nasib etsin. Xo'p, aka, mana именно shu sizni yo'nalishingiz bor, ya'ni $1 million topishi uchun harakatdasiz. Shu jarayonda ketayotgan mana Dubay haqida 1 oylik tajribangizdan chiqib qanday fikr bildira olasiz Dubay haqida? Endi Dubay unaqa ja qiyin emas yashash. Kelgan ja unaqa oson emas u. Endi nima desam bo'ladi? Bu yerga Dubayga kelish uchun hech bo'lmaganda bir $700 bilan kelish kerak ekan. Ingliz tilini bilish kerak ekan. Chunki ingliz tilini bilmasangiz ko'p ishlarga joylasha olmaysiz ekan. Ingliz tilini bilish zarur ekan. Shu $700 bilan kelsangiz bemalol bu yerdan ish topib, ish qilib bemalol pul topib ketsangiz bo'lar ekan. Hozirgi o'zbeklar bilan ham uchratyapsiz, to'g'rimi? Mana aksari o'zbeklar qaysi kasblarda egalari bu siz bilan tanishishyapti? Men aksar yoshlarda ko'rdim, yoshlar kimdir ofisarlik qilyapti, kimdir sotuvchilik qilyapti, kimdir qurilishda ishlayapti, kimdir qanaqadir o'zi aslan ko'proq shu ofisant bo'lib ishlashyapti bolalar. Sotuvchilik ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda ofisant bo'lib ishlashyapti. Men ko'pini shuni surishtirdim, shunaqa holat ekan ko'pida. Xo'p, hozirgi paytda sizni viza statusingiz qanaqa? Ya'ni hozir qanaqa holatdasiz? Turistik vizadami yo ish vizagami? Turistik vizada bo'yicha kelganman. O'zi bez viza-yu Dubay. Vizasiz keldim. Уже 1 oy muddat berilar ekan. Hozir 1 oy muddatim tugagandan keyin Omonga chiqib keldim. Omonda yana chiqib kelganingizdan keyin 40 kun muddat berar ekan yana. Qaytadan. Shu holatdaman. Hozir Omonga chiqib kelib yana 40 kun xudo xolasa yana vaqtim bor. Keyin shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'ting. Omonga chiqib kelish qay rusumda bo'ldi? Samolyotda yoki yengil mashinada yoki avtobusda? Qay yo'nalish bilan chiqib keldingiz?
Omonga samolyotda borib keldim. Samolyotda borib keldim. 1 soat u yoqqa, 1 soat bu yoqqa. Ya'ni u yoq bu yog'i 3-4 soat vaqt ketadi. Endi samolyotda oralig'i kelishingizda samolyotda anaqa 3 kelib qaytish vaqti bo'ladi. Shuni kutishingiz kerak ozgina. Lekin borib kelish 1 soat bu yoqqa, 1 soat bu yoqqa vaqt ketar ekan. Ha, uni summasi qancha bo'ldi? Bizni so'mga 900 ming so'mga tushdi. 900 ming so'mga borib kelish tushdi. Borib kelish 900 ming so'mga tushdi. Zo'r. Xo'p, aka, mana hozir mana shu ko'rib turgan meni nimalarim bor, obunachilarim bor. Shular aksari yoshlar. Shularga nima deb maslahat bergan bo'larsiz? Mana kimdir o'ylanib turibdi, kimdir ikkilanib turibdi, borsammi, bormasammi? Yoki Dubayda ish topib ketamanmi, til bilmasdan borsam ham yo'limni topib ketaman degan insonlar ham bor. Chunki bilasiz, Rossiyalarda tilni o'sha yerga borib o'rganib ketishadi sekin-asta. Bu narsalarda Dubayda imkoniyati qay darajada? Endi yoshlarga men maslahatim, iloji boricha tilni yaxshi bilib kelishinglar kerak. Tilni bilmay kelib olsanglar, qiynalib qolasizlar ancha. Ham rasxodinglar ketib qoladi. Yana qaytib uyga ketishinglarga to'g'ri kelib qoladi. Tilni bilishinglar shart. Chunki tilni bilmasanglar bu yerda ishlolmaysizlar, hech kim ishga olmaydi. Shuning uchun iloji boricha kelgan kelishinglardan oldin bir kasb tanlanglar, YouTubedan qiziqinglar, shu kasbni o'rganinglar. O'rganib, yaxshilab o'rganib, savol-javobda hali qiynalmaydigan darajada o'rganib olinglar. Shunda bittada ishga kirib ketasizlar. Hozir tavakkal kelib oladigan bo'lsanglar, hech narsani bilmay qiynalasizlar, azoblanasizlar, yana qaytib uyga ketib qolishingiz mumkin. Pulni rasxod qilib shu bekardan borib kelganinglar qoladi. Aka, katta rahmat. Xudo xolasa akamiz bilan ham 1 millionni qilib, xudo xolasa erishishiga biz ham umid qilamiz. Xudo xolasa erishadi. Chunki bu yer tanlagan sohada real estate, ya'ni uy oldi sotisidagi daromad dunyo bo'yicha o'zi yuqori. Shu sababli akamiz bu yoqqa yaxshi niyat bilan kelgan. Akamizni taniydiganlar kommentga o'tib akaga bir salom aytib qo'yasizlar. O'ylaymanki, kelasi videolarda yana bundan yaxshiroq va foydaliroq videolarni olib chiqamiz. Uning uchun siz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, o'tkazib yubormaslik uchun. Agarda siz ham Dubayga kelmoqchi bo'lgansiz, tanishingizni biladigan bo'lsangiz, jo'natib qo'ying. O'ylaymanki, bu videomiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Sizlarga katta rahmat. Doniyor aka, sizga ham rahmat.